Hoy dinozavrim. Qattasana ona Mahmud. 2 soat bo'ldi eshik tugaganiga. Podizda turibman, o'zingiz eshikni ochmayapsiz-ku? Men ham podizda turibman. Yo'qsan-u? Voy, ulay, qizligingizga kelib qopman-ku. Issiqda miyangni ichib o'tyaptimi, nima balo? Sening uying endi bu yoqda. Refleks bo'lib qopti-da. Kech turmush qurganimga yangi uyga o'rganib olmayapman. Yana 5 yil lamatsa qilganingda erga tegisham esdan chiqib ketardi. Tezlash. Qo'rqma onasi, ketdi. Aytdim, vaqtni uzatalaydi. Bir choy ichamizmi, kelin? Senga aytayaptilar, Zari. Kelin deyaptilar-ku. O'sha kelin sensan, garang. Uzr, dadajon. Kelinligim esimdan chiqib qolyapti-da. Maslahat beraman. Xafomiz dada. Keliniz kelin bo'lishini kutmagan shekilli-da. Hamidova kelganmi? Hamidova. Yo'q bo'lsa, kengisini chaqiravering, tezroq navbat kelsin. Hamidova sensan-u, garang seni chaqiryapti. Siz familiyasiga o'tganman-a. Uzr, qizlik familiyam G'ofurova bo'lgandan yangi familiyamni hech o'rgana olmayman. Xudo qildim, tezroq ketaman shekilli. Nega erga tekkanini qanaqa qilib tushuntirsam ekan? Siti somsalari zo'rda. Buni qara, go'shini ko'pligini. Bunichi Qashqadaryoda o'zlari mol olib kelib so'yib, o'shini go'shidan qilisharkan ekan. Menga ayniqsa to'g'risi yoqadi. Sirlari bilan shunaqa sochni ketadi. Bosing dinozavr ham. Qani ko'raychi, esdan chiqib pulni ham o'zi to'lab olardik.